Sergeli tumani Elbrus mahalladagi navbatchi uyimizga keldik. Bu uyimizni 1.75 sotuv, 3 ta xona, bitta hol, 3 ta sanuzel, 153 kvadrat. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda mana yozgi oshxona joy qoldirilgan. Bu yerda shunaqa katta darvoza qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga bemalol ikkita mashina sig'adi. Bu yerda mana zeleniy zona joy qoldirilgan. Bu yerda bizda sanuzel, mana bizda fasad ko'rinishi, podvol. Shu oshxonaning tegi podvol. Hozir uyni obzor qilib beraman. Ko'ringlar, narxini oxirida aytaman. Mana bizda bu yerda ko'rinishimiz hol. Ko'rayotgan bo'lsanglar, holimiz kattagina. Böyle bizda sanuzel. Bu yerda bizda oshxona. Oshxonamiz shunaqa chiroyli mebellar bilan qilib qo'yishgan. Bu yerda bizda orqada havo aylanish uchun shunaqa joy qoldirilgan. Bu yerda bizda kotelnik. İkinci etaj bizda ko'rinish. Bu yerda bizda bitta xona. Bu yerda bitta xona. Burada mana balkonga chiqsa bo'ladi. Burada bizda sanuzel. Burada yana bitta xona bizda. Chiroyli kompakt qilib qurilgan. Biz bu uyimizga 155 ming so'raymiz.